Assalomu alaykum. Bugun gigroma haqida gaplashamiz. Gigroma o'zi bu nima? Gigroma bu bo'g'im yoki pay qopcha kistasi. Ya'ni xuddi dumaloq, ichida suv yig'ilganga o'xshagan bir sharcha inson tanasini shu to'qimalar orasida to'planib qoladi. Eng ko'proq bu yerda odatda og'riqsiz, mexanik bosib ko'rilganda noqulaylik seziladi. O'lchami agar ortib ketadigan bo'lsa, nerv yoki qon tomirini qisib qo'yishi natijasida keyinchalik noqulayliklar keltirishi mumkin. Eng ko'p tananing bilak, kaft ustida, oyoqning o'sha bo'g'im, to'piq sohasida ko'p uchraydi. Diagnostikasida shu palpatsiya qilib ko'rilganda yumshoq suvsimon bitta jism aniqlanadi. Undan tashqari ultratovush tekshiruvi va ba'zan MRT tekshiruvlar orqali bunga aniq tashxis qo'yiladi. Davosi funksiya, ya'ni teshib turib ichidagi suyuqlikni chiqarib yuborish yoki birato'la o'sha qopchasi bilan birgalikda olib tashlashdan iborat bo'ladi. Agar uni faqatgina teshib turib ichidagi suyuqlikni chiqarib tashlaydigan bo'lsa, qopchasi qolganligi sababli u yana qaytalanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Operatsiyadan keyin odatda 5-7 kun davomida harakatni cheklash talab etiladi. Gigroma bu zararli, xavfli o'sma emas, ammo o'sha bir tananing bir qismidan shishib chiqib turgani uchun estetik jihatdan muammo tug'dirishi mumkin. Profilaktikasi shu bo'g'imlarga ortiqcha mexanik yuklamalardan tushishidan saqlanish talab etiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.